Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 2 fevral 26-yil. Mana bugun sizlar bilan Gojet.com haqida gaplashamiz. Bu sahr kasali, ya'ni qand kasali haqida gaplashamiz. Gojet.com qand kasalida qanday effektlar berishi mumkin? Foydasi bormi yo foydasi yo'qmi? Shu haqida gaplashamiz. Mana Gojet.comga keladigan bo'lsak, bu sahrda iste'mol qilganda qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqarishni yaxshilaydi degan. Bir me'yorda iste'mol qilib yursa, bir me'yori endi ertalab ovqatdan oldin 15 gram, obedga ovqatdan oldin 15 gram, shundan ziyod iste'mol qilmaslik kerak. O'shanda effekti yaxshi bo'ladi. Agarda me'yordan ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa, nojo'ya ta'sirlari ham bor deganda. Nojo'ya ta'sirlari qanday? Ishni surib yoradi. Mana davlina ko'tarilishi mumkin degan. Haddan tashqari ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa. Keyin yurak tez urib qolishi mumkin deyilgan. Endi ta'mi yaxshida odam yegan sayin yegisi kelaveradi. Shuning uchun birinchi 15 gramni adilni ajratib olish kerakdan, qolganini olib qo'yib keyin yeyish kerak. U birdan ko'p joydan olib yeyaversa, ko'p yeganini ham bilmay qoladi odam, qancha yeganini ham. Odam yegan sayin yegisi kelaveradi. Ta'miga keladigan bo'lsak, ta'mi achchiq ham emas, sho'r ham emas. Juda shirin ham emas, qanday bir aromatli ta'mi bor. Odam yegan sayin yegisi kelaveradi. O'sha uchun ham me'yordan ziyod iste'mol qilinmasdi degan. Shu me'yoriga e'tiborli bo'lish kerak. Bu Gojet.com mevalarimiz o'zi kompleksli terapiya deyilganda, buni iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, sahrga deb iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu qonni ham yaxshi suyultiradi, qon aylanishini ham yaxshilaydi. Keyin modda almashinuvini ham yaxshilaydi. Keyin ichaklarni yaxshi tozalaydi. Ana shu tomondan juda bir yaxshi narsa. Nafaqat sahrga, deyarli barcha kasalliklarga to'g'ri kelyapti. Hozirda mana suyak yemilishlariga ham yaxshi effekt beryapti. Keyin mana tanadagi oq dog'larni ham o'shalar bilan davolayapmiz. Mana sahrlarni davoladim, tuzatdim deb ko'rsatib bo'lmaydi-da videoda. O'sha uchun bizlar hozir men o'zim tanladim, oq dog'larni ko'rsataman deb. Oq dog'larni ham vaqti bilan video chiqarib qo'yib turibman. İşte bu oq dog'larni oldingi holati, hozirgi holati ko'rsatsa ishonchli chiqadi-da. O'sha uchun bemalol iste'mol qilib yuraveringizlar. Deyarli har qanday kasallikda ham iste'mol qilsa bo'ladi. Даже sog'lom odam ham kuniga bir marta iste'mol qilsa bo'ladi deyilganda. Mana daraxtdan uzib yeydigan bo'lsa, erta pishgan paytiga. Mana ko'chatini ekkanlarga bog'liq bu. Mana obedgacha bo'lgan vaqtga, ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtga 10 dona iste'mol qilsa bo'ladi katta-kattasidan. Obeddan keyin kechgacha bo'lgan vaqtga yana 10 dona iste'mol qilish kerak. Undan iloji boricha ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Ko'pini ziyoni katta. O'sha uchun me'yoriga e'tiborli bo'lish kerak. Deyarli barcha kasalliklarda ham bir xil doza belgilaganmiz o'zi. Endi buni asosiy bu ichakni yaxshi tozalaydi-da. Ichak tozalaydi, mana qabziyatni oldini oladi. Mana shu sahrda ham, davlinada ham, deyarli barcha kasalliklarda ham e'tibor qaryapmiz. Ko'pchilik qo'ng'iroq qilgan kishilarda hazm buzilishi bor-da, ich qotishi, hazm buzilishi, ich qotdimi ko'p kasallikni keltirib chiqaradi. O'sha uchun ich qotishiga umuman yo'l bermaslik kerak. Bu Gojet.com mevalarni doimiy iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, ich qotish kuzatilmaydi. Hech bir mayin keladi shunda. Shunda ko'p kasalliklar o'z-o'zidan so'riladi. Mana sahrda даже doimiy iste'mol qilib yurganda boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, sahrni yo'qotib beradi deganda. Keyingi anovlariga keladigan bo'lsak, doimiy iste'mol qilib yurganda sahr ko'p bezovta qilmaydi-da sizda. Mana qoningiz normal suyuqda bo'lsa, qondagi qand miqdori kam bo'lsa, insulin ishlab chiqarish yaxshi bo'lib tursa, sizni sahr bezovta qilmaydi keyin. Buni yaxshi tomoni mana aptekadan doimiy dori sotib olib yotmaysiz. Doimiy yozigini e'tibor qilib mevasini quritib olib qo'yasiz. Yoziginiga pishgan mevalardan yeyversangiz ham, qishki kunlariga, kuz paytlariga quritilgan mevalardan iste'mol qilib ketaverasiz.
Buni ularsa barglarini ham novut qilmasdan olib qo'yish kerak. Bargini choy qilib damlab ichib ketaverasiz. Masalan, bir quruq choy solib doimiy damlanagan choy ustiga shu quruq choydan sal ozroq miqdorda qurigan barigidan bo'lsa qo'shib damlayverasiz. Doimiy ichib yuraversangiz ham bo'laveradi. Ziyon tomoni yo'q uni. Bu nafaqat sahar uchun, mana jigar siyrazlarda ham yaxshi effekt beryapti. Keyin ayrimlarda bir modda almashinuvi yaxshi bo'lmagani tufayli bir ayrim kasalliklarga chalinib qolgan. O'sha modda almashinuvini ham yaxshilaydi. O'sha uchun deyarli barcha kasalliklarga to'g'ri keladiganmiz-da. Deyarli barcha kasal ham qon bilan, immun bilan bog'liqda. Ichak, qabziyatga bog'liq, modda almashinuviga bog'liq. Bu yagida go'jalarimiz kompleksiy terapiya deydi. O'sha tomonlardan iste'mol qilsa sizda hech bir kasallik bezovta qilmaydi. Buni daraxtchasidan ekib olgandan keyin iloji boricha oilaviy iste'mol qilish kerak. Dasturxonda bo'lish kerak doim. Doim dasturxonda bo'lish kerak. Masalan, ertalab ovqatdan qaynagan suvga dimlaysalar bir 10-15 minut ichida ichib olasiz, keyin bir 5-6 minutdan keyin zavtrakda obedni qilib ketaverasiz. Uni yo'lga qo'yib olsa bo'ladi, u juda bir qiyin ish emas. Bu yerda самое главное, что daraxtni ekib, yaxshi parvarishlab, o'shandan yaxshi hosil olib yurish. O'shanda hammasiga ulgursangiz bo'ladi. Sog'lom ham yashaysiz. Buni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda semirib ketish bo'lmaydi. Chunki tanadagi keraksiz yog'larni eritib, keraksiz suyuqliklar chiqaradi degan. Mana yoshi ulug' insonlar uchun mana prostatit shishlari uchun ham yaxshi. Keyin mana odamning yoshartiruvchi xususiyatlari bor degan. Yosharish xususiyatlariga mana mayda kapillyar qon tomirlarida ham qon yaxshi aylangandan keyin odamda ajin tushishlar bo'lmaydi. Odamning yuzi bir chiroylashadi. Mana ichaklar toza bo'lib, immunitet yaxshi bo'lsa, qabziyat bo'lmasa, jigar yaxshi ishlasa, qon normada, suyuqlikda bo'lgandan keyin odam yosharadi ham, umri ham uzoq bo'ladi. Yegan narsalaringiz hazm yaxshi bo'lgandan keyin ichakni yaxshi tozalaydi. Ichak inson organizmida juda bir yaxshi rol o'ynab beradi. Eng asosiy rolni ichak o'ynab beradi boshlanishiga. Shu uchun e'tiborli bo'lingizlar, doim ekib olingizlar, qiziqingizlar, ekkandan keyin qo'ng'iroqlashib, maslahatlashib ketingizlar. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kasal bo'lmangizlar doimo.